Salom hammaga do'stlar, meni kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men sizlarga taxtali kirkani ajoyib qobiliyatini ko'rsataman. Birinchi navbatda biz daraxt chopamiz taxtali kirkani yasash uchun. Xo'sh, mana bir nechta daraxt kerak. 3 ta yetadi. Xo'sh, men bu qo'yni o'ldirib olsak. Mana o'l. Ha, sen. Qanasan? Hozir o'ldirib olaylik-da buni. Xo'sh. Endi taxta yasaymiz. Keyin verstak. Endi cho'p kerak bo'ladi. Ana, endi verstak qo'yamiz dedi. Taxtali kirkani yasayman. Do'stlar, men kanalimga obuna bo'lib qo'yishni hech ham unutmanglar. Ramazon oxirigacha 50 ta bo'lishimiz kerak. Xo'sh, mana bolta ham yasab oldik biz. To'xta. Xo'sh, endi taxtali kirkani qobiliyatini tushuntirib o'taman. Taxtali kirka bilan agar 2 ta toshga ulasangiz, 2 ta tosh tushar ekan. Ishonmasangiz mana. Rostdan ham 2 ta toshga ulasa 2 ta tosh tushar ekanmi? Rostdan 2 ta toshga ulasa doim 2 ta tosh tushar ekan. Endi biz doim 2 tadan toshga ulaymiz va bizga 2 tadan tosh tushadi. Ha. Endi biz butun yer yuzini yo'q qilib tashlashga yetarli tosh kovlaymiz. Faqat 2 tadan kovlaymiz va bizga 2 tadan tosh tushadi. Taxtali kirkani qobiliyati juda ham zo'r. Bu 2 ta toshni kovlasangiz doim 2 ta tosh tushadi. Mana ajoyib qobiliyat. Endi vyjvaniya qilib ketaveramiz mana o'rtamanda. Xo'sh, biroz daraxt chopamiz do'stlar. Taxtali kirkani ajoyib qobiliyati bor. Do'stlar, menga obuna bo'lib qo'yishni hech ham unutmanglar. Sizlarga boya aytganimdek, shu Ramazon oyini oxirigacha bir 50 ta bo'laylikchi. Mana qilichgacha yasab oldik. Endi hammangni yo'yaman. Bu yoqqa cho'chqa. O'l. O'lmay o'l. Sen ham ye. Xo'sh, mana ana bu yerda yana ham ko'proq ikkitadan tashlab bor ekan. O'shda ko'proq olaymiz. Endi mana bu xarobalarning ichidan mana bu yaramas qo'yni topamizda, mitti kovlaymizda, boltani olamiz, dang urib o'ldiramiz. Keyin yurib borib bu yoqqa qochyapti mendan bu cho'chqa. O'ldiramiz cho'chqani. Sekin menga kirib turib, o'zi unaqa bor ekan, qo'y go'shtini pishiramiz. Xo'sh, ketdi endi do'stlar. Hammasini yoyamiz. Kiming borsan, go'lingmi, kimsan, hammangni baki.